2025-yil 8-oktyabr sanasida olma behi do'stlar. Bitta 30 sotidan oshiq olma behi. Holatini ko'ringlar. 6 yasharli bog'da olma behini olgani baho beramiz. Yaqinroq olib kelib ko'rsatavering. Qanaqa qiladiganlarga mana bir dona shoxida do'stlar 4 kilo mana kami 4 kilo yuki bor. Olma behidan bog' qilaman deydiganlar. Bu nima deyapti behi? Mana. Qaroni qaranglar, bir dona shoxida. Ko'tarilmayapti. Behidan bog' qilaman deydigan ikki xil behilarimiz bor. Nok behi bor, olma behi bor. Behini qilganiga baho beramiz. Mana do'stlar, olma behi. Qiraqtilgan yo'q, o'ta chiroyli bo'lgan mana. Bu sariligini ko'ringlar, bilistni ko'ringlar. Bu bahorgacha saqlasalar ham turadi olma behi. Bemalol buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yib tashab o'tyapmiz. Mana behi shunaqa bo'ladimi deganlarga, mana behini ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroq keladi. Buni qaranglar do'stlar. Hattoki ko'tarilmay shoxi sinib ketadi tunqaringlar. Yerga yotib qolgan. Mana, buni ko'ringlar. Mana behi. 100 mana olma behi. Uni chiroyli qarang. Mehnatlarga like bosib qo'yamiz. Behidan bog' qilaman deydiganlarga jo'natib qo'yamiz. Ko'chatlardan ko'paytirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar.